Dadajon, bir iltimosim bor. Bugun kechga kollejimizda katta bal bo'lib o'tadi. Ba'zimda yonimda qo'llab turishingizni xohlayman. O'rtoqlaring oldida boyligimizni bildirish yoqmas edi-ku. Nima bo'lganda ham seni istaging men uchun muhim. Marta xonimni ham ovoling, qizlari bilan birga o'qiymiz. Oyisini ko'rsa, xursand bo'lishi aniq. Mariya, biram ochilib ketibsan. Bazimda sendan jozibador qiz yo'qligi aniq. Doimgidan ham go'zalsan. To'g'ri aytasan, Mariya bugungi obrazi bilan aniq birinchi o'rinni oladi. Bahor malikasi nominatsiyasi faqatgina unga mos. Bu muhokama qilinadigan mavzu ham emas aslida. Kollej uchun dadam keragidan ortiq yordam bergan. Shunga ham mendan boshqa qiz bu o'ringa munosib emas. Qizlar juda ham ochilib ketibsiz. Ha, aytgancha Eliza ko'rinmaydi. Bazimga keladimi o'zi? Elizami? Juda ham o'zgarib ketibdi. Elizani obrazi juda ham o'zgacha betakror chiqibdi, nima deysizlar? Nimasi betakror? Oddiy libos-ku, vahima qilma. Bu oyimcha o'zidan kimni yasab olgan? Yurishini qara, xuddi dunyoni sotib olgandek. Kechagina do'konda bu ko'ylakning narxi $5000 turgandi. Buncha pulni qayerdan oldi, qiziq? Menimcha o'g'irlagan. Qizlar, buncha chiroyli bo'lib ketibsiz. Ayniqsa Eliza umuman o'zgarib ketibdi. Yoningdagi kim? Nega u haqida avvalroq aytmagan eding, Eliza? To'g'risi, juda ham kelishgan yigit ekan. Nega oldin ko'rmaganman, hayronman. O'z-o'zi yaqinda tanishib qoldim. Mike juda ham samimiy va mehribon yigit. U ham meni do'stim. Menimcha sovrindan umid qilayotgan ko'rinasan. Simon meni tanlagan so'ng topganing shumi? Butun zalda yoqimli iforis tarqalyapti, Mike janoblari. Eliza, men ichimlik olib kelaman. Bemalol suhbatni davom ettirishingiz mumkin. Kim bo'ldi bu so'tak? Eliza bilan kulishib o'tiribdimi? Shuning uchun ham men bilan kelishni xohlamagan ekanda? Mike, e'tibor berma. Sen kollejdagi eng ko'ngli toza yigitsan. Ko'rinishing uncha-muncha janoblardan ancha ko'rkamroq. Doim ko'nglimni ko'tarishga harakat qilasan, Eliza. Sen ajoyib qizsan. Sen haqingda atrofdagilar gapi senga umuman qiziqmas. Endi qarmoqqa ilindi deganimda yana baliqchani yo'qotyapman. Otangni shuncha mol-mulkini birovga berib qo'yadigan ahmoq yo'q.